Assalomu alaykum hammaga. Biza Lada Vesta mashinani motorini ochganmiz. Bu mashin 1.8 motor bo'ladi. 100 ming kilometr yurgan, avtoligani uchun motorni ochdik. Sizlarga aytib o'tajak narsamiz, bu mashinani motorini ochmasdan burun, ochgandan keyin qilinadigan ayrim bir muhim narsalarni aytib o'tajakmiz. Açmasdan burun обязательно bu ugonlikdan zatib zajganiya metki tashlash kerak. Sababi bularda vanus faza regulyator shponki bo'lmaydi. Aylanib yotaveradi vanus. Bir boltini bo'shatsanglar, metki tashlab bo'lmaydi. Mana shu narsani zatib qo'ymayincha emas. Menimda toshni tushib turibdi. Samodelniy bo'lsam, zakon etib o'zlarimiz uchun zatib qo'yamiz. Keyin motor remont etib, porshon, kolislar hamma narsa sborka bo'lgandan so'ng, ina bu krishkini обязательно kesish kerak. Menga kesib qo'yamiz. Ikkiga bo'lib qo'yamiz shular. Buni hech zarar yo'q. Foydasi nima uchun kesish kerak? Zubchat kirmeyin, pompa almashganda yaxshi bo'ladi. Sababi pompa ochish uchun ham krishkani ochish kerak. Agar bu krishka ochilsa, vanuslar ochiladi, samosovoy kollektor ishdim ko'payib ketadi. Shuning uchun zubchat kirmeyin ochganda pastgina krishkani ochib qo'yaverasizlar. Pompa chiqib keladi. Bu krishkasi shestrnalari qoladi joyida. Hozir mashina sborka bo'lib turibdi. Sborka tugatgandan so'ng yana bir videoni davom ettirib ko'rsatamiz. Xudo xolasa mashinamiz bitdi. Полностью sborka bo'ldi. Mashina ishlashi Mashina ishlashida umuman gap yo'q. Hammasi chotki. Bu mashinalar rasxodlarına keladigan bo'lsak, общий ustaning qo'laqisi, zapchaslari bilan 6,5 million so'm pul chiqdi. Bilasizlar, bu mashina даже tozasam moy. Endi biz ochdik. Bir bitki boradi Gilzada. Nodisa bo'ladi. Mayda chuyda narsalarni ham e'tibor berib, moy yemidan etib remont etib chiqdik. Xudo xolasa, avtolimit deb ishontira olamiz klientlarni. Ishimizdan kelib chiqib. Xizmatlar bo'yicha telefon kelaverasizlar.